Futbolda shunday gollar urilganki, ba'zida bu montaj emasligiga ishonish qiyin. Zamonaviy futbolda zarba kuchidan tortib to'pning aylanishi fizika qonunlariga bo'ysunishini bilamiz. Lekin bugun ko'radigan gollarimiz fizika qonunlariga zid keladi degan tasavvur uyg'otishi mumkin. Bugungi videoda shunday gollarning top 3 taligini ko'rib chiqamiz. Vamos! Cristiano Ronaldo 2018-yilda PSG darvozasiga fantastik gol kiritadi. Ronaldoning chap oyog'iga e'tibor bering. Zarbadan oldin chap oyog'i maydonga tekkanda to'p sakrab ketadi va zarbaning kuchi 2 baravarga oshadi. Fizika qonuni buzilganini ko'rdingiz. Ko'pchilik Ronaldo chap oyog'i bilan to'pga tekkan degan fikrlarni bildirgan, lekin boshqa rakursdan ko'radigan bo'lsak, unday emas. Cristiano chap oyog'ini maydonga shunchalik kuchli tashlaydiki, bu bosim to'pni sakrashiga olib keladi. Bunday zarbani hozirgacha boshqa hech kim ijro eta olmagan. Messining Atletik darvozasiga 2015-yilda kiritgan solo golni bir qancha universitetlar o'rganib chiqishgan. Leoga soatiga 31 km tezlik olishi uchun 2.73 soniya kifoya qilgan. Bunday tezlik faqat jismoniy tayyorgarlik o'ta yuqori darajada bo'lgan Amerika futboli yulduzi Jamal Charlesdagina kuzatilgan. Lekin farq shundaki, Messi bunday harakatlarni to'p bilan amalga oshirgan. Kamiga 2 metrlik radiusda uni himoyachilar ta'qib qilgan. 1.2 sekund ichida 3 marta to'pga tegish bilan Messi himoyachilarni ortda qoldiradi. Jarima maydon ichiga kirgandan keyin himoyachi bilan 1,5 metrlik distansiyadan zarba beradi va zarbadan keyin to'pning tezligi soatiga 77 km ni tashkil etadi. To'p esa darvozaning 15 santimetrlik ochiq qolgan burchagiga aniq yo'llanadi. Agarda Messi o'sha distansiyadan to'pga 1,5 millimetrlik noto'g'ri zarba berganda, to'p darvozabonning qo'liga yoki darvoza ustuniga tekkan bo'lardi. Reytingimizdagi eng mukammal kiritilgan gol Senyor Roberto Carlosning Fabian Barthez darvozasiga kiritgan goli. Sizga yoqadimi o'sha gol urilgan? Has visto? Ko'rganmisiz? No vas a ver más. Boshqa ko'rmaysizmi? Roberto Carlosning shaxsan o'zi aytib o'tgandek, boshqa bunday golni ko'rmaysiz. Keling, bu golni fizika orqali o'rganib chiqamiz. Nyutonning birinchi harakatlanish qonuniga ko'ra, jism qarshilikka uchramaganicha harakatlanishda davom etadi. Carlosning zarbasi to'pga yo'nalish va tezlik beradi. Lekin qanday kuch to'pni uzoq distansiyadan aynan darvozaning pastki burchagidan joy olishga va futbol tarixidagi eng chiroyli gollardan birini urishga yordam berdi? Hamma gap to'pning aylanishida. Roberto Carlos to'pning pastki o'ng qismiga zarba beradi va to'p katta tezlikda o'ng tarafga harakatlana boshlaydi. Albatta, harakatlanish paytida to'p o'z o'qi atrofida aylana boshlaydi. Havo to'pni chap tarafdan sekinlashtiradi. O'ng tarafdan esa to'p aylanishiga teskari harakatlanayotgan havo uni tezlashtiradi. Bu vaziyatda fizikaning ikki qonuni ishga tushadi, ya'ni yuqori va past bosim ostida harakatlanish. Aynan shu sababli o'ng tomonga qarab harakatlanayotgan to'p chap tarafga sho'ng'iydi. Bu qonun hozirda Magnus effekti deb nomlanadi. Hozircha shu. Videoni ko'rish davom